bilan ishlash tizimi. Lagman ochdi, hech qanaqa muammosi yo'q. Boshqa kirib ketdilar. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hamyurtlar. Bugun sizlar bilan shlagbaumni to'g'ri o'rnatish hamda uni qanday o'rnatish, qanday sozlamalar bilan keltirib tushuntirib beraman. Xullas, ko'rib turganingizdek, bu platniy parkovka desa ham bo'ladi yoki oddiy parking sistemasi. Har doimgidek ikkita shlagbaum Hikvision'dan foydalanganmiz. Bitta kamera kirishga, bitta kamera chiqishga. Hamda radar TMG034 radari bu, ya'ni mashina bilan odamni aniqlaydi hamda mashina bo'lsa agar demak kamera bilan privaska bo'lib ishlaydi. Qachonki kamera buni nomerini aniqlagandan keyin shlagbaum ochiladi. Bo'lmasa ochib bera olmaydi. Ochmaydi. Mana odam o'tyapti, chiqib qolyapti, lekin eshitgan bo'lsanglar chiqib qolyapti, lekin ochib beradi. Endi bu kirish tizimi. Bu mana chiqish tizimi. Bu ham xuddi shunaqa mashina bilan odamni aniqlaydi. Mana odam o'tsa yashil bo'ladi, chiqib qoladi. Lekin shlagbaum ochib bermaydi. Xo'p, antifol. Nima uchun antifol? Ya'ni agar mashina betda turib qolgan bo'lsa, o'chib qoldi, men qanaqadir nimada holat bo'lib qoldi. Bu tizim, ya'ni bu qurilma yopiq formatligi uchun ham xizmat qiladi. O'shaning uchun qimmat yechim bo'lganligi uchun mana shunaqa mukammal loyihadan foydalanganmiz. Ertaga muammo ham kelib chiqmaydi sizlarda, borib boshinglarni ortib urmaysizlar ham. Mana loyiha mukammal qilingan. Va hamda bu antenna nima uchun biz o'rnatganmiz? Buni telefondan boshqarsak ham bo'ladi, telefon orqali, ya'ni dasturlar bor. Uni internetga ulab qo'yib, har xil dasturlardan foydalansa, ular integratsiya qilingan. Xullas, mana sizlarga pulli parkovka yoki oddiy parkovkani tizimini loyihalash. To'g'ri qimmatga tushgan, lekin ertaga muammo qilmaydi bu. Hadeb vaqtini olib. Xo'p, mana tizimimiz. Mashina o'tdi, nomer aniqlab oldi hamda ochdi va yana yopdi.